enerji va BI Group loyihalarini shu marketingini yurg'izasizlar. Shu Connect Entertainment proyekti orqali va bu loyihalarni oldin bu marketingni yurg'izadigan kompaniya boshqa edi va ulardan sizlar qanaqa qilib tortib oldinglar? Endi kanallarim bor, qayerdadir dokumentlar, qayerdadir parollarni masalan, qayerdadir saytlarni yozib yuradigan bo'lib chiqqanman. Kuniga yangilik o'zgaradi. Mana ertalab tursangiz, obedda уже boshqacha yangilik chiqadi. Tezlashib ketgan. To'g'ri. Ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Ma'lumotga ega bo'lsangiz, qarorlar qabul qilishingizga osonroq bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Sho'roq Mabidov YouTube kanalining obunachilari. Bugun biz tadbirkor sonimizdan 23-sonini olyapmiz va bugungi mehmonimiz 23 yoshli tadbirkor Alimjanov Yusuf bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taklif uchun kattakon rahmat. Sizga ham rahmat, rozi bo'lganingiz uchun intervyuga. Mana sizda qiziq keys hozir, mana 23 yoshdasiz va 5 yildan beri hozir biznes bilan shug'ullanasiz. 18 yoshingizda boshlagansiz. Shu biznes yo'lingizni, shu boshlanishini aytib bersangiz. Tak, ochiqini aytadigan bo'lsa, 5 yildan beri biznesman. Endi biznes bilan полноценный biznes bilan shug'ullanayotgan bo'lsak, как 2 yil bo'ldi desak bo'ladi. A tak sfera marketing, media sohasida 6 yildan oshiq уже ishlab kelyapmiz. Endi hamma narsa yoshlikdan boshlangan. Yoshlikda kichkina tadbirkorliklar qilib, hozir kattalashganda boshqa tadbirkorlik bilan shug'ullanib, boshqa bizneslar qilib ko'rib, endi уже полноценный kompaniya o'syapmiz. Shu Connect kompaniyamizga asos olganmiz. Zo'r. 6 yildan beri mana media sohasida bo'lsangiz, shu boshida yo'lingizni aynan nimadan boshlagansiz? Tak. Boshi shu maktabdan boshlangan. Og'aylar bilan qiziqib, endi bir umr endi savdoda katta bo'lganmiz, tirikchilikda. Tirikchilik qilib odamlar bilan gaplashib, shu maktab paytida o'qib yurganimizda konferensiyaga borib qolganmiz, biznes konferensiyaga. O'shda birinchi marta marketing so'zini eshitib qolganman. O'shandan keyin o'zim qiziqib, internetda qarab, qayerdadir o'qib, kitoblar topib, o'qib, shunaqa qilib kirib ketganmiz. Полноценный ishimiz 2020-yildan o'zi boshlangandi. Zo'r. Mana ta'lim sohasi bo'yicha ham o'zingiz bir aytib bersangiz, qaysi o'qishlarda o'qigansiz? Endi bo'lishi samochka, qanaqadir spetsialniy kurslarda, qozog'istonlik kurslarda o'qiganman. Ba'zi qanaqadir fundament olish uchun, o'zimni anaqa ustozlarim bor marketing bo'yicha, ular ham qozog'istonlik top 10 marketologlar kiradigan marketologlar, o'shalardan o'rganib, marketing o'rganib, endi o'sha marketologdan tadbirkor bo'lib ketdik-da. Tadbirkor marketologimizda, strategimizda. Zo'r. Men hozir bilishimcha, siz mana Energy va BI Group loyihalarini shu marketingini yurg'izasizlar. Shu Connect Entertainment proyekti orqali va bu loyihalarni oldin bu marketingni yurg'izadigan kompaniya boshqa edi va ulardan sizlar qanaqa qilib tortib oldinglar? Endi tortib oldik deyolmaymiz endi. Rizq shunaqa ekan, nasib qildi. Endi biz chiqajoq kimdir proyektlarni olib qo'yamiz degan maqsadda kirmaymiz. Energiyadan tashqari proyektlarimiz ko'p, option portfolio olganda bir 400-500 tadan ortiq proyektlarimiz option portfolioda borda. Har xil yo'nalishda ishlab ko'rganmiz. Endi biz SMM bilan shug'ullanmaymiz. Bitta qanaqadir katta proyektlar bo'lsa, где мы полноценный kompleksni hammasini oladigan bo'lsak, чтобы klient хочет, чтобы мы полностью hammasini olaylik, bo'lib boshqaga bermaylik degan maqsadda bo'lsa, o'tirib gaplashib olsak bo'ladi. A tak faqat SMM bilan shug'ullanadigan kompaniya emasmiz, biz SMM agentство emasmiz. Energy bilan ham sherikchilikni boshlayotganimizda SMM da kirmaganmiz. SMM boshqa agentskiga o'zib yurardi. Biz uni никак нацелимasa deydi, чтобы SMM как-то olish uchun biz shu blogerlar bilan kirganmiz, bloger taklifini berganmiz. Blogerlar bilan ishlab, keyin oxiri ular o'ziga taklif berishdi. Qatnashinglar dedi, qatnashdi, yutdi. Shu 1 yildan beri ishlab kelyapmiz. Tushunishim bo'yicha hozirgi gapingizdan aksent sizlarda blogerlarga qaratilgan. Blogerlarni sizlar taqdim qilib, o'rtada turib beradigan как бы tashkilot sifatida Connect Entertainment это не SMM агентство, это не маркетинг агентство, это media kompaniya. Media kompaniya, bu bizda media bor, bu blogerlar, influenserlarimiz. Hozirgi kunda 45 tadan ortiq eksklyuzivniy influenserlarimiz bor. O'sha 50 taga ham yetib qoldi menimcha. Biz faqat maqsadimiz shu blogerlarning menejmenti bilan, rivojlanishi bilan va reklamalar bilan ochiq ketgan shug'ullanamiz. Zo'r. Hozir mana 50 taga yetib qoldi deyapsiz blogerlarning soni. Ularni mana tanlashda nimalarga e'tibor berasizlar? Qanaqa talablar qo'yasizlar ularga? Talablarimiz hozirgi kunda qattiq
почти har hafta bir 5-6 ta bloger Connect akkauntiga yozishadi. Sizlarga qo'shilgimiz kelyapti, qo'shilinglar, olinglar deb. Endi hammani ham ololmaymiz. Chunki hamma ham kerak emas. Bizning maqsadimiz Toshkentda hamma blogerni olib, o'zimizni подписать qiladigan niyatimiz yo'q. Bu bizga kerak emas ham. Bizning maqsad, asosiy missiyamiz O'zbekistonda kreativ media industriyaga qanaqadir полезность kiritish, qanaqadir zo'r super proyektlar qilish, чтобы faqat O'zbekiston miqdorida emas va boshqa chetga ham chiqadigan proyektlar qilish именно. Shu maqsaddan bizni naша цель anaqa создать крутое сообщество именно блогеров, инфлюенсеров, чтобы ular bilan qanaqadir zo'rroq proyektlar yana qilishimiz uchun. Именно отборda qaraydigan bo'lsak, конечно, potensialga qaraymiz. O'z ustida qanaqa ishlaydi? Chunki agentство keldi degani hech qanaqa 100% garantiya degani emas-da. Chunki bu yerda sherikchilik. Ular bizning ishchimiz emas. Biz ham ularning ishchisi emasmiz. Biz sherikmiz, partnyorimiz. Partnyorstvoda ishlaymiz. Biz ularga yordam beramiz rivojlanish. Agar to'g'ri kelsa bizga. To'g'ri kelsa olamiz, to'g'ri kelmasa olmaymiz. O'zimizning kriteriyalarimiz bor. Shu qaraymiz. Как он блог ведет, nima yo'nalishda ведет, bizga ценности, kompaniya ценностьlariga to'g'ri keladimi yo'qmi, shunga ham qaraymiz. Chunki biz hamma reklamani olib tashlamaymiz. O'zimizning qadriyatlarimiz bor. Qaysidir nishalarda reklamalar bilan ishlamaymiz, olmaymiz ham, chiqsa ham sразу rad etaveramiz-da. Shunaqa. Zo'r. Hozir mana eksklyuzivniy biz bilan ishlaydigan blogerlar bor dediz-ku. Shularning orasida mana eng taniqlilaridan kimlar bor, misol uchun? Endi men bilmayman qaysi blogerlarni kuzatib ko'rasiz. Ko'p Barno borlar, Saidazam borlar. Yana kimlar bor? Barno Hikmatovami? Hikmatova? Barno degan qiz bloger. Yo'q, Barno Askarova bor, Barno Hasanova, Bekmatova bor. Barno Askarova menimcha ingliz tili bo'yicha Barno anaqalari bor, o'sha onlayn kurslari bor. Barni borlar, Barno Bekmatova borlar. Ha, bilaman. Saidazam borlar, Aziz bor, Javohir bor, Muhiddin bor. Eng yosh blogerlarimiz va eng qattiq ishlaydigan bloger ustidan bolalar bor. Ko'p 45 tasi bilan super hozir eslolmayman, lekin taniqlilari ko'p, o'sayotganlari ham ko'p. Bu mana blogerlar bilan mana eksklyuzivniy shartnoma asosida ishlaymiz deganingiz, bu sizdan boshqa agentstvalar bilan ular ishlamaydi degani va bu sizda qancha muddatga odatda tuziladi bunaqa shartnoma? Minimum 1 yil, средний 3 yil kontraktlar qilib chiqamiz. Endi boshqa agentstvalar bilan ishlamaydi degani emas, ishlaymiz. Bizlar bilan ishlashadi. Endi blogerlarga bu bosh og'riq kerak emas, har doim klient, chunki klient ham hammasi bir xil emas. Bir injurlik qiladi, kimdir qattiq gapiradi, kimdir. Biz shu o'rtada turib, hammasini kontrol qilib, klient ham довольный bo'lish kerak, соответственно, bloger ham yaxshi rezultat ko'rsatish kerak, o'ziga ham yoqish kerak. Agar blogerga reklama to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, biz olmaymiz. Mana hozir chuqurroq yana kattaroq qilib javob berishingizni xohlardim. Mana aynan nima uchun keraksizlar sizlar blogerlarga? Mana hozir aytdingiz-ku, mana klientlar bilan muammoli jihatlar bo'lib qoladi. Shundan oldini olamiz. Yana ham boyroq qilib tushuntirib bersangiz qanaqa vazifalar? Endi в целом kompaniya shuning uchun yaratilgan. Blogerlar продажник emas. Bizda продажный skilllarimiz bor, sotish bilamiz, bazamiz bor, klientlarimiz bor, partnyorlarimiz bor, kim bilan ishlash kerakligini. Blogerda подписчик bor, просмотр bo'lyapti degani reklama chiqaveradi degani emas. Reklama jalb qilishni biladigan o'z yo'llari bor. Biz shu blogerlarga tushuntiramiz. Biz blogerlar baribir tворческий narod. Ularga baribir qanaqadir ishlash uchun muza kerak, qanaqadir ilhom kerak, kelish kerak. Biza payt bo'ladi, blogerlar qilishadi, yoshlarda nimadir tam просмотр bo'lmayapti, tam banga tushib qoldi, nima qilmoqchi bo'ladi. Biz shu paytda yordam beramiz. Yo'naltiramiz. Mana qanaqa yo'nalishda yuring, mana qilsangiz ham reklama chiqadi deymiz. Shunaqa qilishadi, shu yarasha rivojlanish bo'ladi. Biz bloger rivojlanishiga ham yordam beramiz. Ikkinchi tomon buxgalterskiy, yuridik masalalar hammasi bizda. Biz ofitsialni faqat перечисление bo'yicha ishlaganimiz uchun ko'p kompaniya перечисление bo'ladi. Ko'p kompaniya vaqtida to'lab bermaydi. Hamma qo'pollayotgan byurokratiskiy, tam yuridik, buxgalterskiy tomonlarni ham biz yopamiz. Blogerga просто qilinadi, hamma summaga hamma reklama sotildi. Shu imkon berishingiz kerak shu. Qolgan hamma narsa bizda. Tushunarli, blogerlarga ancha yengillik yaratar ekan. Да, по-любому это крутое сообщество, hamma birga. Kimdir bir-biri bilan bir xil birga video olib qanadi, u bir-biriga o'shga yordam berishadi, bir-birini поддержка qilishadi. Kommunikatsiya bor, ko'rishib turishadi. Yilda tam 2 marta, 3 marta tadbir qilishga harakat qilamiz. U hammani yig'ib aniq qilish uchun. Hozir mana blogerlarning o'zi kategoriyalari bo'lishi tabiiy va bu blogerlarni misol uchun mashhur va
endi mashhurlikka chiqayotganlar orasida sizlarda mana protsent bo'ladi-yu, foiz. Kimdandir kattaroq foiz olib qolasizlar, kimdandir kichkinaroq foiz olib qolasizlar, yo hammada bir xilmi? Yo'q, hammaga bir xil uslov. Necha foiz u? 20%. Yani 20% sizlar olib qolasizlar. Bu toza foydadanmi yoki oborotdanmi? Yo'q, har bitta reklama kontraktdan 20% bizaniki, 80% bloger ketadi. 80% toza bloger oladi. Bu juda ham zo'r. Blogerlar tavsiya qilib qolaman, sразу menga yoqyapti usloviyalari. Juda ham qiziq. Mana hozir siz jamoangizda mana shu Connect Entertainment'da kimlar bor? Mutaxassislar. Jamoada pikida 15-20 ta xodim ham bo'lib ketgan. Hozir 10 tacha xodim. Buxgalter, руководитель отдела, project менеджерlar, dizaynerlar, mobilografы, соответственно, и production bor. И account managerlar bor, klientlar bilan kommunikatsiya qiladigan. Klient blogerlar bilan kommunikatsiya qiladigan. Zo'r. Proyekt menejeri vazifasidami o'tdi sizlarda ishxonada? Проект поступать qiladi. Взять от начала до конца отработать с момента поступления запроса до выхода chiqquncha. Demak, klientdan zakaz kelib tushgandan keyin klient bilan ham bloger bilan o'sha proyekt menejeringiz muomalada bo'ladi boshidan oxirigacha. Juda ham zo'r. Mana Connect Entertainment degan nomni o'zi qayerdan kelgan ideyasi? Bu ideya o'zi aslida 2021-yilda уже top bo'lganman. Connect ideyasini o'zi o'sha 21-22-yilda adashmasam, уже tayyor qilib bo'lganman. Endi Telegramda o'zim manaqa kanallarim bor, tipa qayerdadir dokumentlar, qayerdadir parollarni masalan, qayerdadir qanaqadir insightlarni yozib yuradigan bo'lib chiqqanman. И o'shda уже Connect kompaniya nazvaniyasini уже anaqa qilib bo'lganman. O'ylab topib qo'yganman. Просто vaqt kerak bo'lgan. Ну, tipa придёт тот момент, я начну degan anaqa bo'lgan. Ungacha har xil katta kompaniyalarda ishlab, tajriba yig'ganman. Keyin o'sha 1,5 yil oldin, 2 yil oldin почти boshlaganmiz. Connect nazvaniyani anaqasi, ma'nosi endi birinchi очередь bu связь. Связь, kommunikatsiya, networking har doim hamma joyda kerak bo'ladigan narsa. Нужно уметь коннектиться с людьми. Mana hozir mana 2024-yil bilan 2025-yildagi natijalaringizni solishtirsak, mana dinamikada baribir ko'rasiz-ku, hisobotlarni boshqasini. Hozir bu mana 2025-yil qanaqa o'zgarishlar bo'ldi oldingi yilga qaraganda? Connect o'zi 2023-yil oktyabrda boshlangan. Endi bitta o'zim boshlaganman. Bitta o'zim maygacha bitta o'zim hammasini kontrol qilganman. Keyin iyundan boshlab уже birinchi ofisimizga birinchi endi hayotimda birinchi ofis emas, endi Connectda birinchi ofis bo'lgan. 25 kvadratga chiqqanmiz, kichkina jamoa bilan. O'shda ham sразу o'sish bo'lgan, ishlaganmiz. Keyin o'tgan yilga hisobga oladigan bo'lsak, 2024 oxiri korporativimizda 15 ta 16 ta odam bo'lgan. Zo'r. O'sha yilda o'zida endi iyunda boshlaganmiz, yil oxirigacha shunaqa rezultatlar bo'lgan. Bu yil 2025 oladigan bo'lsak, korporativ 80 kishiga o'tdi. 70 ta 80 kishiga korporativ qildik bu yil. Endi o'tgan yili 12 ta 15 ta blogerimiz bo'lsa, hozirgi kunda уже почти 50 ta yaqin blogerimiz. Bu degani 4-5 barobar o'sdi degani. Оборот ham соответственно финансовой точки зрения katta o'sishlar bo'lgan. Har tomonli o'sish bo'ldi. Qiyinchiliklar bo'ldi, qiyinchiliklar odam kuchliroq qildi, muammolar bo'ldi, muammolar yaxshi tajriba berdi. Соответственно har tomonlama o'sdik. Xudoga shukr. Juda ham yaxshi. Mana hozir o'zingizga mana shaxsiy savollarni ham berishni boshlagan. Mana o'zingizni hobbilaringiz bormi? Hobbi ko'p. Qiziqadigan narsam ko'p. Men o'zi bitta narsa turmayman. Har doim nimadir yengillik bo'lsa, qiziq kirib ketiraman. Ya'ni hobbilardan aslida har xil bor. Aktivniy hobbi bor, passivniy hobbi bor. Состояниеga qarab. Aktivniy hobbi masalan tam lyuja uchishga endi o'rganyapman. Bu ham yangi hobbi qo'shilgan. Otda uchish. Ya'ni strelba, охота bu ham qanaqadir hobbi, aktivniy hobbi. Passivniy hobbilardan esa tam baynaga borish. Mana shunaqa hobbilar ham bo'ladi. Zo'r. Sport asosan. Mana ot minish hobbi menda ham bor. Ya'ni lyujaga keladigan bo'lsak, hali ungacha yetib bormadik-ku, lekin shu ikkinchi intervyuni olganimizda tadbirkor loyihamizda shu Timur Mirzayev bo'lib, menimcha snowboardga qiziqadilar ular. O'sha Kanadada o'sha qish zo'r bo'ladi-yu, o'sha sport bilan shug'ullanadilar.
Ani uchinchisi bu strelba, anaqa otish dedingiz, o'q otish. Demak, bu aynan o'q otayotganda sizlar mishenga otasizlarmi yoki mishenni o'ziga? Toshkentda yo'q-ku unaqa tir. Tir deydimi, anaqa strelkovый zona deb bizada yo'q. Yani chetga chiqqanda praktikatsiya qilaman. Qaysi davlatlarda? Turkiyada kirib ko'rganman. Qirg'izistonda kirib ko'rganman. Kontrol bo'lsa kerak, hammamizni yoshligida qiziqadi, baribir o'g'il bola bo'lgandan keyin. Hobbilaringiz zo'r, menga yoqyapti. Biz unga ham menimcha yetib borsak kerak qachondir. Mana men qiziqaman, lekin hali yetib bormadim. Mana shu lejni bu yil boshladim. Sразу qiziqib tepadan uchishni boshladim, qo'limni sindirdim birinchi marta. Hozir yana sezon keldi. Уже o'rganish kerak uchish. Qancha u восстановить qilish qo'lingizni? Bir oydan keyin уже sabrim yetmadi, o'zim yechib tashladim, keyin qo'ziga keldi. Bo'ldi. Yana men borishim kerak, qilishim kerak. Yo'q, men уже sezon oxirida chiqishni boshladim. Fevralda chiqdim. Da. Все, sezon endi boshlandi, xudo xolasa yana qaytasiz. Ha, обязательно. Zo'r. A passivniy ham hobbilarga nimalar kiradi? Passivniy shu yaxshi окружение bilan haqida chiqish, tog'gami, baynaga borish. Saunaga. Bolalar bilan o'tkazib, bitta joyga o'tirib gaplashib, buni ham o'zining g'animati bor-da. Qanaqadir o'zining atmosferasi bor. Bu ham qanaqadir расслаблять qiladi, chalg'itadi. Shunaqa passivniy hobbilar. Bilyard o'ynasanglar kerak, PlayStation такой. Bilyard, PlayStation, bilyard emas u, unchalik emas. PlayStation bir o'ynab turamiz, FIFA o'ynab turamiz, UFC. Zo'r. Men tadbirkorlik yo'lini boshlayotganingizda, mana uyingizdagilarni munosabati qanaqa bo'lgan? Uydagilar ochiq aytganda до сих пор tushunmaydi. Bu полноценно tushunishmaydi, imенно qanaqa masshtabda ishlayapmiz, nima bilan shug'ullanishimni. Menimcha endi tushunishni boshlayapti. Bloger degandan keyin sal tushunishdi. Shu blogerlar bilan ishlayman. Qanaqa nima ishlayman, uydagilar baribir tushunishmaydi. Oldin ham tushunishmagan. Marketing sohasida ishlab yurganimizda ham tushunishmagan. Bilishardi, shu qanaqa proyektlar bilan ishlayman, bo'ldi. Uncha tushunishmagan. Har doim podдержка berishgan. Endi ota-ona hech qachon yomonlik tilamagan. Har doim ota-onam bilan maslahatlashib, qanaqa qarorlar qilishga harakat qilaman. Все равно выбор за мной, chunki o'ziga yetishadi. Sen o'zing yaxshiroq bilasan, cho'tkanadi. Ichingda nima deyotgan bo'lsa, o'shani qilib, har doim podдержка berib turishgan. Zo'r. Mana tadbirkorlarda ko'pchilik tadbirkorlar kumiri bo'ladi-da. Sizda kimlar misol uchun? Kumirlardami? O'zbekiston miqyosida bo'lsa, menga eng ko'p yoqadigan biznesmenlardan bittasi Jahongir Akabidovich. Ortiqxo'jayev. Endi biznes qurishlari, masshtablari, ambitsiyalari, dunyoga chiqish, o'zlari hayotlarida qilgan biznes ekosistemalari очень вдохновляет на самом деле. Yoqadi. O'zbekistondan Jahongir aka. Chetdanchi? Chetdan bo'lsa Marg'ulon Kalevich opitlari ham menga qiziq, yoqadi. Marg'ulon Sesimboy. Endi u dunyo miqyosida ham Elon Musk nimadir deyishlar qiyin, chunki ular bilan anaqa kirishib anaqa qilmaganman. Kumir kim deya olaman, kim bilan ko'rishgan bo'lsam, kimdir qanaqadir suhbatini olgan bo'lsam, o'sha menga qiziqadi. Marg'ulon Kalevich bilan ko'rishganman. Endi holdingda ham ishlaganmiz. Qo'llarida. Shu holdinglarning bittasida ishlaganmiz. Qachon ko'rishgansiz ular bilan? Shu 1 yil, 1,5 yil oldin bo'lsa kerak. Yani o'tirib hech qachon suhbat bo'lmagan, ishorada kelardilar, ko'rardim. Zo'r. Demak, shu qozog'istonlik tadbirkorlardan bular Marg'ulon Sesimboy, bizdan o'zi Jahongir. Yo'q, yana ko'p menga в общем self-made tadbirkorlar yoqadi. O'zi qurib, o'zi katta qanaqadir uspexga erishgan odamlar yoqadi. Endi mana savol bor edi, mana misol uchun tadbirkorlar mana ayniqsa yosh tadbirkorlar mana kimgadir havas qiladi-da. Havas qilgandan keyin yoki o'sha yonligida ertalabdan kechgacha kerak bo'lsa men yuraman, 24 soat bo'lsa 24 soat yuraman deydi, yoki o'sha chetdan mana misol uchun menga o'xshaganlar bo'lsa, ayniqsa, men endi yura olmayman o'zim shaxsan, lekin chetdan qarab bilimlarni o'rganib впитывать qilib, keyin men amalda qo'llashga harakat qilaman. Aynan hozir. Mana sizga savol, mana hozir 23 yoshda ekansiz, hali yoshsiz-da. Mana biz 30 ga chiqqan bo'lsak, mana siz 23 yosh bo'lsangiz, mana hozir mana Shohida Ibragimovadan intervyu olganmiz, 7-sonada.
ularni man yaqinda kuzatdim. Mana Jahongir akani, mana Akfa universiteti bor, hozir mana Central Asian University bo'lgan. O'sha yerda mana prorektor bo'libdilar. Demak, o'sha Jahongir akani komandalariga qo'shilganlar, ustoz sifatida ko'radilar. Sizda ham shunaqa imkoniyat tug'ilib qolsa, qaysidir loyiha bo'lsa va o'sha loyihaga sizni taklif qilishsa va o'sha Jahongir akani shu holdinglarida bitta proyektni boshliq qilib tayinlashsa, borgan bo'larmidingiz? Qiziq savol, hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Menimcha bo'lishi вероятностью menimcha yo'q bo'lsa kerak. Chunki mana tadbirkorlik, mana svoboda tворить, создавать больше мне по душе-da. Чем hozir kimdir qaytib kimdir qo'lida ishlash menimcha men o'zimga qiyinchilik qildirsa kerak. Ya'ni o'zimni qanaqadir tupikka tiqib qo'ygan bo'laman-da. Если qanaqadir sherikchilikda ishlash, qanaqadir imkoniyat tushganda, u boshqa gap. Sherikchilikda там доля распределения, hamma o'zini ответственностью aniq qilib bo'lganda, bu tomonda да обязательно. Menimcha agar to'g'ri proyekt bo'lsa, tipa bu yoqda ham, naryoqda ham foydasi tegadigan proyekt bo'lsa, я бы 100% согласился. Если hozir menga taklif berishsa, bu yoqni tashlab borasanmi desa, ya'ni chunki bunaqa takliflar ham tushgan. Juda ko'p odam sherik bo'ling deyishgan, haligacha ham deyishadi. Bu yoqga ham hech kim sherik ko'rmayapman. Boshqa biznesga buni tashlab boshqa biznes bilan shug'ullanishni ham ko'rmayapman-da. Ya'ni hozir mana anaqa davlat ishiga ham chaqirishdi. U yoq ham yo'q dedim. Sotasanmi deyishdi, uni ham yo'q dedim. Zo'r. Hozir demak yaxshi ko'rasiz. Hozir biznesingizni qayerga qarab ketayotganingizni o'zingiz bilasiz. Potensial kuchliligini tushunib turibsiz o'zingiz. Biznes это boshqa nimadir qilishni bilmayman, qo'pol aytganda. Ishdan keyin nima qilasan deydi-yu, men ishlayman deyman-da. Shunaqa odammiz. Zo'r. Yashaysiz biznes bilan. Ну да, это типа anaqa bu работа emas, это образ жизни. Biznes ichida o'sib kelganmiz. Biznes bilan yashaymiz. Bo'sh vaqtimizda ham biznes bilan shug'ullanamiz. Vaqtimiz bo'lsa, bo'lmasa ham biznesdamiz. Zo'r. Mana hozir gapingizdan yana bitta savol tug'ildi. Mana Jahongir aka, mana misol FIDAP asoschisiga aytganlar, men 50% olaman deganlar, ular ishlashyapti hozir 50% da. Mana sizga ham shu loyihangiz ko'zga ko'rinib, shu Connect Entertainment men 50% olaman, birga rivojlantiramiz degan taklif bersalar. Nima deysiz? Tushmaydigan savollarni beryapsiz o'zi. Endi bilmayman, endi nimadir deyish qiyin. Возможно, да, возможно, bilmayman qanaqa условияda kim qanaqa ishlaydi. Men endi baribir unaqa miqyosdagi tadbirkorlar bilan sherikchilik hech qachon bo'lmaganman-da, o'qib bo'lmagan. Bilmayman kim qanaqa taklif beradi. Hozir tayyormisiz bu? Yo'q, tayyorman. Я открыт, har doim любой taklifga tayyorman. Hammasini eshitaman. U yog'ini keyin решение принимать qiladigan joyda уже ixtiyotroq bo'lib, endi nasib qiladigan joyda to'g'ri qaror qilish kerak-da. Mana hozir O'zbekistonda biznes klublar soni ancha ko'payib qoldi va ularning sifati ham oshib boryapti. M-Factor klubi deysizmi, Milliard klubi deysizmi, bu kafe deysizmi? Yoshlarga ham klublar ko'p. Hozir juda shu biznes klublarga qiziqishingiz qanaqa sizni? Tak. Biznes klublarga qiziqish bor. Men o'zim bitta klubda qatnashaman, qo'shilganman. O'zim yaqin tanishimniki, Abdullo degan bolaniki, Vision degan ochgan. Chista yoshlar faqat o'tdi. O'zimizga qator, o'zimizdan katta bolalar ham bor, tam Milliard qo'shilgan odamlar ham bu klubda ham bor. Yaxshi organizovat qilishadi. Bir oyda bir marta ko'rishib, yaxshi fikrlar bilan almashib turamiz. Yardda ham bo'lganman, qo'shilmaganman, endi meropриятияларда qatnashganman. Пока bilmayman, javonaqa bitta klubga kirib ko'rdim, menga yoqmadi. Otini aytib o'tirmayman. Formati ham, organizatsiyasi ham hech narsa yoqmadi, hech narsa o'rganmadim ham. Пока qanaqadir stремление yo'q, qanaqadir biznes klub kirishga. Endi o'zim окружением пока достаточный. Тоже tadbirkorlar krugi Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham. Shular bilan ko'rishib, fikr almashib turganmiz, пока yetyapti. Hozir Vision degan klubingizda shunday yoshlar bo'lsa, necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan bolalar o'tdi? Unisini to'g'risi bilmayman lekin. Nu sizlar qatori bolalar. Menimcha 20 dan shu baland olib ketsa kerak. Endi ularda ham adbor bor, endi hamma yosh tadbirkor deb aytib chiqqanlarni ovurmaydi. Qanaqadir уже rezultatga erishgan, qanaqadir kompaniyasi oboroti bor, qanaqadir oborot qilib, sal pul ushlagan, qanaqadir pul aylantirgan bolalarni olishadi-da. Чтобы baribir qanaqadir
rang borda har bitta odamda. Da. Masalan, mana bu yerda yurgan odam mana bu yerda odam bilan gaplashish qiyin bo'ladi. Ora sinergiyasi bo'lmaydi. Bu vashi boshqa o'rinda savol beradi. Bu boshqa o'rinda savol beradi. Короче, qiziq bo'lmaydi. O'shanga ham klubda ham bo'lib chiqishga kim qanaqa bilan, shu bilan, lekin bir xil joyda общий yig'ilsa, общий hammani qiladi. Muloqot qiladi. Har bitta o'zini gruppasi bor. Bo'lib chiqishga tam premium nimadir qilib. Bir oyda bir marta ko'rishasizlar. Ko'p, o'sha aktivitelar ko'p. Endi men hammasiga ulgurmayman. Tam dacha organizovat qilishadi. Dachada o'sha 40 ta 50 ta bola chiqadi. O'shda обязательно qatnashaman. Bir oyda bir marta menimcha o'sha krugdagi bolalar bilan yig'ilsak, yig'ilib qolishimiz mumkin. Endi u krugda hamma o'zi bilan bandda, baribir ish ko'p. Da. Tak, o'sha klub asoschisi bilan o'zimiz bilan har hafta paytda ko'rishamiz. Har hafta ko'rishib gaplashib turamiz. Da. Ularning o'zi biznes qanaqa? Klub asoschisi nima biznes qilishadi? Ular IT kompaniya. Vision degan. Yo'q, Dynamicsoft degan IT kompaniya. Dynamicsoft. Eshitmagan ekanman. Zo'r. Mana shu klub deganingizga men Pro Business degan klub asoschisidan ham oldikda intervyu. Italiyadan. 22-chi ular aytdilar, bizda 8 ta закрытый мероприятие bo'ladi oyiga. Dedilar, o'shanga hayron bo'ldim. Bir marta boraman deganingizga. Bizda ham o'zimizda ham bor. Kichkina klubimiz. 8 ta bo'ladi, lekin 8 tasiga hamma ham bormaydi. Da. Vaqti bo'lsa boradi. Mana hozir bir oyda bir marta ko'rishamiz deganingizga, mana hozir o'zimni mana hayotimni oladigan bo'lsak, bizda ham kichkina klubimiz bor. O'tga hech kim qo'shilmaydi ham, chiqib ketmaydi ham, shunaqa klub. Aynan shu bir oyda bir marta ko'rishamiz. Undan ko'p ham kam ham ko'rishmaymiz. Ko'rishganimizda aytamizki, ana shu bir oy ichida nimaga erishding? Ujani yillarda emas, boshqada emas, shu bir oy ichida nimadir rezultatga erishgan bo'lishimiz kerak. Aynan shunaqa ko'rib chiqamiz. Именно klub formatida bir oyda bir marta, ikki marta ko'rishaman. Hali yana o'zimizdan tipi узкий kruг bor, qo'pol qilib aytganda. Ularni почти har hafta ko'rishamizda. O'shanaqa insaytlar bilan bo'lishib turamiz. Tipa nima yengilaysiz, nima bo'lyapti, bizlar nima qilyapti, birimizga maslahat berib qo'yadi, yo'naltirib, foydamiz tegadigan bo'lsa, uni tortib, birimizdan tortib vaqtda shunaqa qilib yuramiz. Har hafta ko'rish, haftada bir marta, ikki martadan ko'rishsa kerak menimcha. Haftada 2 marta. Shunaqa ham bo'ladi. Bu zo'r, mana hozir aytayotganingiz zo'r, sababiki mana bizda mana oldi klublardan hisoblanadigan bu kafe degan klub bor. Shu Zafar aka Hoshimov, Hasan aka Mamasaidovlar shu klubda ana qatnashishadi. Ularda har hafta dushanba kuni ertalab bo'ladi. Har hafta. Ularning intensivnisi bor, shu disiplina bilan borishadi. O'shanga men xos qilaman. Shu bizda ham shu yopiq klubimizda bor deyapman, shu bir oyda bir marta ko'rishyapmiz, lekin sifatli ko'rishyapmiz. O'sha darajagacha ham kelish kerak. Mana hozir sizlarda bor ekan, o'sha haftada bir marta, ikki marta ko'rishyapmiz deyapsiz. O'sha kuniga yengillik o'zgaradi. Mana ertalab tursangiz, obedda уже boshqacha yengillik chiqib, ana hayotda juda tezlashib ketgan hozir. To'g'ri. Ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Ma'lumotga ega bo'lsangiz, qarorlar qabul qilishingizga osonroq bo'ladi. Ma'lumot har kuni o'zgaradi. Har kuni yangi ma'lumot qo'shiladi. Zo'r. Mana hozir mana jamoangiz bor-ku, shu bir 10 kishidan iborat dedingiz, hozirgi jamoani. Ular bilan mana team buildinglar qilib turasizlarmi? Bo'ladi, qilib turamiz. Qanaqadir совместно ужинga chiqamiz, obedga chiqamiz yoki ishdan keyin yig'ilishimiz mumkin. Mana korporativ bo'ladi. Bir korporativniy kultura ishxonada bor, harakat qilamiz ushlab turishga. Korporativdan aktivni hamma qatnashdi. Qanaqadir yana kichkina мероприятиялар, tipa tayni santa nimadir o'ylab turamiz. Keyingi savol, mana sizlarda tekuchis kadrov degan narsa bo'ladi-yu. Shu misol uchun necha foiz qanaqa kurashasiz bu narsa bilan? Bu narsa har doim bo'lgan va bo'ladi. Именно bu yil именно shu tekuchi kadrov bilan ko'p muammosi bilan сталкиваться qildim. Chunki ko'p jamoa o'zgartirishga kerak bo'lib qoldi. Именно har tomonli. Hard skilldan to'g'ri kelmadi, soft skilldan to'g'ri kelmadi odamlar. Endi qadriyatlarimizga to'g'ri kelmadi. Endi mana Dream Team hech qachon bittada tayyor bo'lmaydi-da. 10 tadan bittasi keladi, qoladi, 10 tadan bittasi keladi, qoladi. Shunaqa qilib yaxshiroq komanda yig'iladi sizga. Которым ты полноценно на долгую сможешь работать. Endi bor xodimlarning qatori men bilan уже 1 yildan beri ishlab kelishadi. Kimdir 9 oy, kimdir 10 oydan beri. Hozir komandam bilan bo'lmaydi, anaqa spokоен. Men bo'lmasa ham ishlar ketyapti. Paytlar bo'ldi, men 1,5 oylab ofisda bo'lmadim почти. Kelardim, olib ketardim. Uncha operatsiyonga kirmagan paytim, xudoga shukr, komanda shamalab turdi, ishladi hamma narsa. Hozir zo'r mana joyiga kirib ketmadim.
Zo'r. Nuqtasiga urdingiz. Mana operatsiyaga kirmadim dedingiz. Mana hozir biz 21-sonimizdagi tadbirkordan so'radim. Mana bir eng ko'p tashab qo'ygan vaqtingiz qancha bo'ldi desam 2 hafta dedilar. Mana sizda qancha bo'lgan shu tashab qo'ygan? Manda shu aytaman, 1,5-2 oy bo'ldi. Mana shu yil oxiri shunaqa bo'lib qoldi. Chunki o'sha tadbir bilan shug'ullanishni boshladik, boshqa ishlarimiz bor edi. Tadbir ham meni katta vaqt oldi, katta energiya oldi, chunki kichkina tadbir bo'lmadi. Именно kreativni yondashib mayda-chudalargacha o'ylab chiqqanmiz. Komanda bilan o'shaning uchun ko'p vaqt olgani uchun unaqa operatsiyonkaga, prodajalarga unaqa kirisha olmadim. No, soответственно, komandani o'zi anaqa qilib turibdi. Важный встречаlarga qanaqadir kerak bo'lsa, borib turdim. Kelaman, komandaga tushuntiraman, qaytib chiqib ketaman. Oxirgi 1,5-2 oy shunaqa bo'ldi. Zo'r ishlab berdi. Endi bu degan operatsiyonga chiqib ketdim, qaytdim. Ishlarni bitirib, tadbirlarni o'tkazib, operatsiyonga qaytdim va bir hamma sifralarni ham boshqatdan tekshirib, ko'rib chiqamiz. Hozir keyingi yilga strategiya bityapti, xudo xolasa shu bilan shug'ullanib yuramiz hozir. Zo'r. Tak. Mana hozir O'zbekiston bozorida ishlay boshladik-ku. 45 ta blogeringiz bor. Bular hozir faqat shu O'zbekiston bozori uchun ishlashyaptimi yoki mana misol uchun chet el kompaniyalari bo'lishi? Международный proyektlarimiz ham bo'lgan. Mana dekabr boshida Qozog'iston bilan ishladik. Qozog'istonga bizning blogerimizni chaqirishdi reklama uchun ikkitasini. Bittasi bor edi, bittasi Toshkentdan qildi. Международный proyektlar bor. Maqsad O'zbekiston bozori emas faqat. Maqsad imенно nima shu hamma blogerlar, influenserlar bitta jamoaga yig'amiz. Чтобы ertaga ular bilan полноценный boshqa proyektlar ham qilish uchun. Fokus faqat O'zbekiston emas. Endi hozir balki kimdir uchun katta gap deb tuyular. No, strategiyada bor, boshqa bozorlar ham bor. Hozir mana o'zbek blogerlardan tashqari qanaqa ko'rasiz, misol uchun 2026 deyishimiz mumkin, 2030 deyishimiz mumkin. Qanaqa o'sadi kompaniyasi sizning visioningiz bo'yicha? Endi qanaqa tushuntirsam sizga. O'sish bo'ladi har tomonlama. O'ylayman, что bu yilga nisbatan keyingi yil undan ham yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki biz полноценный tayyormiz. Yangi qo'shadigan produktlarimiz ham bor. Yangi operatsion momentlarda o'zgartiradigan narsalar ham bor, которые нас сделают еще сильнее, чем мы были в этом году. Соответственно, количество блогеров yana ozgina ko'paytiramiz, все shu bilan to'xtatamiz. Chunki hamma kerak emas, biz shu объемni o'zida ishlab, aniq qilsak bo'ladi. Chunki komanda 10 kishi plus yana 50 ta kishi, уже 60 kishiga anaqa ответственность borda. Bu hammasi katta ответственность. Bularning rizqi Alloh siz orqali beryapti. Никак довериясini qanaqadir подвести qilib qo'ygimiz kelmaydi. Chunki hamma biladi, prozrachно ishlaymiz. Chiqadan bekitib, kimdir rizqini aldab, tam olib qo'yib, kam berib, unaqa narsa bo'lmagan ham, bo'lmaydi ham. Endi shu qadriyatdan ham biz blogerlarni qarab aniq qilamiz. Har bitta bloger tekshiramiz ekan, qanaqa bo'lgan, nima qilgan, qayerda skandallarda qatnashgan, qanaqa yurgan, qadriyatlarimizga to'g'ri kelsa, keyin ishlashni boshlaymiz. O'sish bo'ladi keyingi xudo xolasa. Endi baribir yaxshi niyat, sababini qilish kerak, yaxshi o'sish uchun. Bo'ldi, qolgani Allohdan. Boshqa narsa deyolmaymiz. Zo'r. Mana bitta savolim, mana hech kimga aytmagan bitta siringizni ayta olasizmi? Yo'q, sir bo'lib qolish kerak edi. Sen aytib qo'ysang, уже tем более YouTube'ga bu chiqadi. Уже hamma biladi, уже sir bo'lmaydi. Men eng yaxshi ko'rgan savollarimdan bittasi-da bu, mana shu javob berishadi ko'pincha. Xo'p, mana ota-onangiz sizga bergan eng zo'r maslahatlari. Eng zo'r maslahatlari bitta narsani chiqarish qiyin, chunki ota-ona baribir ko'pini ko'rishgan, hayotdagi tajribasi ancha katta menda. Ularning har bitta beradigan maslahatlari men uchun qadrli. Har bittasini eshitib, eslab qolishga harakat qilaman. Chunki aytaman, жизненный опыт ularda kattaroq. 99,9% ularning aytgan gapi har doim to'g'ri bo'lib chiqadi. Bo'lgan shunaqa payt, когда я выбрал свое мнение, oxiri baribir uydagilar aytgandek chiqqan paytlar ham bo'lgan. No,
eng qalbli gaplardan eng qattimi menimcha shu odam aytgan gaplari. Kim bo'lmagan, qanish topmagan, har doim tipa oddiy odam bo'lib qolgan, tipa hech qachon kibrga berilmagan deb aytgan gaplar bo'lsa kerak. Shu gaplarni har doim esimda. Chunki baribir nafs bor, pul yomon narsa baribir. Odam o'zgartirmaydi, odam asli basharasini yuzini ko'rsatadigan narsa-da, pul bilan власть. Если хочешь увидеть человека какой он, типа дай ему деньги или власть degan gap bor-da. Shu paytda odamni asli yuzi ochiladi. O'shanda har doim harakat qilib yuraman. Kim bu milliarderni qanaqa ko'tarib ketamiz bilmaymiz, qancha pul topamiz bilmaymiz. Hozir qanaqa odamlar bilan anaqa muomalada bo'lsak, har doim shunaqa bo'lishga harakat qilaman. Zo'r. Endi oyiz maslahatlarni aytmasangiz bo'lmaydi, chunki intervyuni ular ham ko'radilar, katta ehtimol bilan. Ha, denikini aytding, menikini aytmading demasliklari uchun bitta ulardan ham bir misol keltirib bersangiz. Oyim vasha ko'p maslahat beradi, o'shaning uchun eslolmayman qaysidir zo'r maslahatlarni hozir. Eslolmayman. Juda ko'p maslahat beradilar. Boshqa har kuni maslahat beradilar uyga borganimda. Bo'ldi. Sizni maslahatlaringiz eng zo'ri, har bittasi zo'r. Demak, mana shunchalik mana o'g'il tarbiya qilishni. Bitta gaplari bor. O'rischada ayta olaman, tipa. Ha, ayt. Дело телу, душа Богу degan ma'noda gapiradilar. Tipa ichingda anaqa Xudoga berilish kerak, tipa narsani fizik kuchingni ishga berishing kerak. Qanaqadir shunaqa ma'noda gap aytadilar, o'shani o'zbekchasini tushuntira olmayman. Bitta qaytaring ruschasini. Дело телу, душа Богу. Tushundingizmi? Buni eshitmagan ekanman. Meni uchun ham yengillik bo'ldi. Buni ozgina mag'zini chaqish kerak. Demak, bularga yani har u eslaysizda buni. Zikr degan narsa bor, eslash degani. Mana shu narsalarni hadeb yodga olursiz, miyada turadi. Bu aytganingizda yani adingizni kibrga berilib ketmagan o'g'lim deganlari, bular mana дело к телу, душа к Богу desa. Eslab qoldim. Juda ham zo'r. Tak, siz bilan suhbatimiz qiziq ketyapti. Men xursandman juda ham. Bugun shu sizdan intervyu olayotganimga. Yosh tadbirkorlar o'zi bizda kamda. Mana 23 yoshli menimcha bizda hal bo'lmagan bo'lsa kerak. Mana birinchisi eng yoshi menimcha sizsiz loyihamizda. Ha, loyihangizda bo'lsa, menimcha mendan yoshlar ham bor. Loyihamiz doirasida. Loyihangiz menimcha yosh bo'lsa kerak. Shuning uchun xursandmiz va bu loyihamizni уже mana yakuniga kelib qoldi. Bizda shunaqa odatimiz bor. Biz o'zimizning misol uchun biznes proyektlar orqali bularga kesib tashlaymiz shu joyini. Qoldiramiz mayli. Tomoshabinlarimizga, kuzatuvchilarimizga biz sovg'a beramiz. Bizda bir 4 ta proyektimiz bo'lsa, o'sha 500 ming so'mlik sertifikat yutib olishligi mumkin bittasidan. O'sha xizmat ko'rsatish bo'yicha keyin tanlashadi. O'sha 500 minglik xizmat ko'rsatish bo'yicha mutlaqo bepul biz xizmat ko'rsatib beramiz jamoamiz bilan. Sizdan ham shunaqa misol tomoshabinlarimiz uchun nimadir bitta dona sovg'a bera olasizmi? Biz kommentariyadan qizig'ini tanlab olamizda, o'sha odamga beramiz sovg'angizni. Shu vasha farqi xolos o'z uslov beravering. Xohlasangiz keyin yaxshi kommentariy balki qanaqadir nonushta qilib beramiz. Siz bilan birga. Men bilan yoki qanaqadir balki o'zim yaxshi ko'rgan kitobdan bittasini beray. O'rischada ko'pinchasi. Bo'ldi. Demak, hozir yaxshi javob berdilar. Hurmatli obunachilar, обязательно qiziq kommentariy yozib qoldiringlar, fikringizni qoldiringlar shu bugungi intervyumiz to'g'risida va bu yerda sizlar hozirgi mana mehmonimiz mana Yusuf bilan birgalikda nonushta, biznes nonushta qilish imkoniyatiga ega bo'lishinglar mumkin. Agar mabodo unga imkoniyat topa olmasalar, o'zlari yaxshi ko'rgan kitoblardan bittasini sizlarga taqdim qiladilar. Marhamat qilib qoldiringlar. Sizga kattakon rahmat bugun qatnashganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat chaqirganingiz uchun, taklif berganingiz uchun. Da. Endi oxiriga yakun yasaymiz va yakunimiz qanaqa bo'ladi? Shu tomoshabinlarimizga o'zingiz tilagingizni bildirib bersangiz. Tilagim yosh tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, пока yoshmiz, надо рисковать, risk qilish kerak. Богатство дается не за какую-то упорную работу, а за риск и терпение. Sabr qilish kerak, sababini qilish kerak, to'g'ri niyat qilish kerak. Boshidan biznesni boshlashdan oldin birinchi bo'lib turadigan narsa bu намерение, niyat.
qanaqa niyatda ishni boshlayapsan. Agar sen pul uchun deb boshlayotgan, endi to'g'ri, любой biznes pul olib kelish kerak, ekonomistik tomondan. Biznes pul olib kelmasa, bu qo'pol biznes emas. Lekin men uchun bu ikkinchi, второстепенный moment turadi pul. Men Connect'ni pulli deb ochmaganman. Agar pulli deb ochganimda, pul orqasidan yugurganda, men уже notoriy yo'ldagi kompaniyalar bilan ham ishlab, pulimni qilayotgan bo'lardim-da. Shuning uchun ham kompaniyaning kulturasi bor, qadriyatlari bor. O'shaning uchun biznes любой hayotda qanaqa situatsiya bo'lsa, birinchi o'chirib men uchun anaqa to'g'ri niyat qilish. Qanaqa niyat qilsang, niyatingga yarasha shunaqa rezultatlar bo'ladi. Shuning uchun niyatni to'g'ri qilinglar. Mas'uliyat olinglar, risk qilinglar. Sabr qilish kerak. Sababini qilsa, xudo xolasa oxiri yaxshi bo'ladi baribir. Zo'r. Kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Ishingizga omad. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Charchamaysiz.